Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Xiva. Xorazm viloyati, xush kelibsiz. Xorazm viloyat hokimligi va viloyat soliq boshqarmasi vakillari tomonidan ta'sis etilgan Damas avtomobilining baxtli sohibini hozirning o'zida aniqlash imkoniyatiga egamiz. Nazarimizda bu mukofot, ushbu sovrin sizning guldiroz va davomiy qarsaklaringizga arziydigan sovg'a. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, yutuqli o'yinda ishtirok etish shartlari juda ham oddiy. Buning uchun savdo yoki xizmat ko'rsatish shoxobchasida xaridni amalga oshirasiz. Onlayn nazorat kassa chekini olasiz va chekdagi QR kodni soliq ilovasida ro'yxatdan o'tkazasiz va avtomatik tarzda oylik tanlovda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritasiz. Iyul oyining g'olibini esa hozirning o'zida inson omilisiz ro'parangizda turgan ekran orqali aniqlash imkoniyatiga egamiz. Ekranga mana shu g'olib e'lon qilinishi uchun zaruriy bo'lgan random tarzda aniqlanadigan ilovani kiritishlarini biz esa ikki tomondan turib ushbu g'olibni sharaflash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Barchasi sizning guvohligingizda bo'lib o'tadi. Shunday ekan, aziz mehmonlar, diqqatingizni ekranlarga qarating va undan avval bo'lg'usi g'olibimizni ovozlaringiz bilan mukofotlash imkoniyatiga egasiz. Xorazm viloyati yana bir bora. Xo'sh, biz tayyormiz. 1, 2, 3. Yutuqli o'yinda ro'yxatdan o'tgan qariyb 2 millionga yaqin cheklar orasidan 70-23-15 ID raqamiga ega ishtirokchimiz 480 ming so'mlik xaridni amalga oshirgan Urganch shahar vakili iste'molchimizga hozirning o'zida agar bizga telefonni taqdim etishsa, qo'ng'iroq qilib ko'rish imkoniyatiga egamiz. Bu ishtirokchimizning barcha ma'lumotlari ushbu ekranda namoyon etilmoqda. Yusupov Qodirberdi Botirovich. Damas avtomobilini yutib oldilar azizlar, aynan sizning oldingizda va biz hozir qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Yusupov Qodirberdi Botirovichni telefon raqamlarimi? Avo. Akajon, oxirgi marta lotereyada nima yutib olgandingiz? Hayotingiz mobaynida. Kutib oling. Diqqatingiz markazida bugungi oqshomning maxsus mehmonlaridan biri DJ King Mozzarella. Birinchi marta tushganning o'zida Qodirberdi Damas yutdingiz, tez keling desak bo'lar ekan-a? Go'zal va betakror Maksim!